Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana bugun Usksport Toshkentdan intervyu Kuba MKRdan sizga savollarimiz bor. Birinchi navbatda taklif qilganingiz uchun xush kelibsiz. Haqiqiy ismingiz va tug'ilgan joyingiz? Haqiqiy ismim Quvonch, tug'ilgan joyim Keling Quvonch, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz. Uzbekka nechinchi yilda kirib kelgansiz? 9-yil Uzbekka kirib boshlaganman. Uzbekka qaramashganman va Uzbekka chiqqanimda birinchi chiqargan klublar 2000-yilda. Quvonch, keling Uzbekka o'zingizni o'rningizni topdingizmi? Savol bizga ko'proq qiziqtiradi. O'zimizni ismimiz o'zgartirib, harakat qilamiz. Har kuni internet muxlislariga, balki siz o'zingizni muxlislaringizga ham qiziqtiruvchi savol. Quvonchni sevgan qizi bormi? Agar bo'lsa, shuni ayta oladimi degan savol tushgan. Yana bir andijonlik Sardor degan boladan savol kelgan ekan. Kuba MK sizni eshitaman, menga yoqadi, ammo nega Andijonga disk yozgansiz? Shuni sababini bilsak bo'ladimi degan savol tushgan. Andijonda disk birinchi ma'no ular o'zlari janubga ko'chib, aynan termaga ko'chgan. Qaysi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanasiz? Quvonch ko'pchilikka qiziq, siz mana ko'plab treklar chiqargansiz. Rep yo'nalishida, disk yo'nalishida. Studiyangiz kimga tegishli? Studiya o'zimizga tegishli. Quvonch qaysi sport turiga qiziqasiz? O'zingiz shug'ullanasizmi? Siz mana rep aytasiz. O'zbekistonda kimni birinchi nomeri rep ustasi deb hisobga olasiz? Juda qiziq savol, ko'pchilik ham qiziqadi. Men o'zimni fikrimni aytaman. Men shu insonni yoshligimdan qiziqaman replariga. Shu insonga qaraganda ko'pchilik o'rgandi replarni O'zbekistonga o'xshaydi. Repni rivojlantirish sohasida hammasi ishlaydi. Kimlar bilan duet qilgansiz? Shogirdlaringiz bormi? O'zimizning klan a'zolari hammasi duet qilgan insonlar. Jamoat, shahar, ko'pchilik Abrorjon ulardan muntazam ijodiy faoliyatda. Sizga repga qiziqish nimadan boshlangan? Qaysi reperga qarab ijod qilmoqchi bo'lgansiz? Birinchi repga qiziqish yoshligimizdan shularga qarab qiziqish paydo bo'lgan. Kelajakdagi orzularingiz nima? Kelajakdan orzular MK rep studiyani yanada kengaytirish, muxlislarga ko'proq davrikayn replar chiqarish, O'zbekistonga davrikayn yanada tanitish niyatlarim bor. Hayotda nima armoningiz bor qolmagan? Menimcha har bir inson bo'ladi. Menga ham o'zgina bir armon bor. Demak, bu sir. Shunaqami? Hakkini talab so'rab onamga ubasalayman, o'zim qancha umr ko'raman, bilmayman, do'stlar topaladi, hatto onam necha do'stlarni rosadi, pul borida edi jon quvonjon, pul yo'q bo'lsa kerak emas jonajon, oshnajon, bu reallik emas, fanatga sistema, Kelmizga aynan sizga disk yozganlarga qanday qaraysiz? Ular birinchi o'zlari disk yozgan. Keyin o'zini haqorat qilib, qanday harakatlar yapadi, ularga ta'sir qilishadi. Mayli, ular ijodiga emas, qancha MKBek bo'lakan, ular qancha qoladi, shuncha ta'sir qiladi. Yana bir Behruz degan andijonlik boladan bir savol kelgan. Siz andijonlik reperlar bilan duet qila olasizmi? Andijon ijodiy hamkorlarimiz bor, reperlar, Azamat, do'stlarimiz bor. Agar ular bizga taklif qilsa, borib, duet qilishni umid bo'lish rejalar bor. Xudo xohlasa. Quvonch, sizga yana bir savol. Termizdan Dihan degan boladan kelgan ekan. Qachon WTM yangi qo'shiqlarni chiqaradi?
tez kunlarda davlatlar albom chiqaradi. Xudo xohlasa. Tez kunlarda davlatlar treklar chiqaradi. Xudo xohlasa. So'ng siz battlelarga chiqqanmisiz? Jonli battlelarga, misol uchun katta sahnalar, shunaqa ko'rik tanlovlar. Battlelar chiqardi, lekin birinchi buni tan olish kerak. Yaxshi, klip qachon olmoqchisiz? Qaysi treklarni olmoqchisiz? İnşallah bir klip olmuştu. MK Records stüdyoları a'zolari rejissor sifatida olsun. Bu tez kunlarda qaytaga qo'yiladi. Rahmat. Bu hip hop Toshkent battle a'zolariga tilaklar. Rahmat. Double Time muxlislariga tilaklar. O'zbekistonda yana xudo xohlasa niyatlar bor. Double Time albomini Rahmat. Kuba MK bilan intervyumiz tugadi. Sizga omad tilagan holda hip hop Toshkentga yetib boradi.